Davlat soliq qo'mitasiga tegishli jamoatchilik nazoratini qo'llab-quvvatlovchi soliq hamkor tizimiga yo'llangan murojaatlar asossiz rad etilyapti. Buning sababi nimada degan savol yo'llashyapti. Avvalambor assalomu alaykum. Soliq qo'mitasi sayyor soliq tekshiruvlari boshqarmasi davlat soliq katta inspektori Saidov Ulug'bek bo'laman. Haqiqatan ham Vazirlar Mahkamasini 2022-yil 12-maydagi 255-sonli qarorga asosan soliq organlarida o'sha soliqqa oid huquqbuzarliklarga qarshi kurashishda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish uchun o'sha qaror qabul qilingan va qarorga asosan bugungi kunda o'sha soliq hamkor maxsus axborot tizimi soliq organlarida joriy etilib foydalanib kelinmoqda. Tizimning asosiy o'sha maqsadi aytib o'tdim, jismoniy shaxslar o'sha o'zlari faoliyati davomida o'sha soliqqa oid huquqbuzarliklarga guvoh bo'ladigan bo'lsa, demak bu haqida soliq organini xabardor qiladi va soliq organlari ushbu xabar asosida sayyor soliq tekshiruvi o'tkazib, o'sha huquqbuzarlik bo'yicha tegishli chora ko'radi hamda bu haqda xabar bergan jismoniy shaxsni o'sha undirilgan jarimaning 20% miqdorida mukofotlash tizimi joriy etilgan. Hozir savolda aytib o'tildi, o'sha murojaatlarni rad etish holati haqida to'xtaldi. Bunga tushuntirish beradigan bo'lsam, o'sha qarorda, ya'ni yuqorida aytib o'tgan 255-sonli qarorda belgilangan talablar bor. Qaysi holatda o'sha xabarlarni ko'rib chiqilishi, rad etilishi. Asosan xabarlarni rad etishda bugungi kunda bizda eng ko'p uchrayotgan holat bitta tadbirkorlik subyektini o'sha deylik faoliyati bo'yicha bir vaqtning o'zida bir necha fuqarolardan, ya'ni jismoniy shaxslardan murojaatlar kelib tushish holatlari ko'p. Ana shu holatda o'sha qarorda belgilanganga o'sha birinchi o'rganilgan va tasdig'ini topgan holat bo'yicha sayyor soliq tekshiruvi o'tkaziladi va o'z-o'zidan qarorda belgilangan qolgan o'sha murojaatlar rad qilinadi, ya'ni ko'rib chiqilmaydi. Chunki o'sha bitta tadbirkorlik faoliyatining ustidan bir vaqtning o'zida 5 talab yoki 10 talab murojaat tushadigan bo'lsa, uni faqatgina bittasi bo'yicha tekshiruv o'tkaziladi. Keyingi holatimiz bor. Keyingi holatda demak o'sha murojaat asosida o'tkazilgan o'rganishda tasdig'ini topmaydi. Ya'niki o'sha xarid chekini bermaslik bo'yicha jismoniy shaxs tomonidan beriladigan murojaatda demak soliq organlaridagi axborot tizimi orqali o'rganish o'tkaziladi. O'sha o'rganishda deylik, o'sha xarid chekini berish holati rasmiylashtirilgan bo'lsa, demak bu holatda ham o'sha yuborilgan xabar rad etiladi. Shuningdek, 3-holatimiz bor. Unda o'sha xabarni o'rganish jarayonida demak soliq organlariga shunaqa huquq berilganga o'sha 255-sonli qarorimizda unga asosan demak shubhali deb agar xabar topiladigan bo'lsa, ya'ni o'sha xabarni yuborishda talablar bor. O'sha jismoniy shaxs tomonidan o'sha huquqbuzarlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar, deylik, o'sha xarid chek terminalini, plastik kartani chekini yoki o'sha xarid qilgan mahsulotni suratini ilova qilish kerak. Agar shu talablar bajarilmagan bo'ladigan bo'lsa yoki o'sha xabar o'rganish jarayonida qanaqangidir boshqa maqsadda yuborilganligi shubha ostiga olinadigan bo'lsa, bunday xabarlar ham rad etiladi. Bugungi kunda asosan ma'lumot o'rnida aytib o'tishim mumkin. Mana o'tgan 2024-yilda o'sha 99 mingdan ortiq shunaqa xabarlar kelib tushgan soliq organlariga soliqqa oid huquqbuzarlik haqida. Bularni 54 mingdan ortig'i rad etilgan o'sha yuqoridagi 3 ta holat bo'yicha demak soliq organlari tomonidan o'rganish natijasiga asosan. Ya'ni eng ko'p bo'ladigan holat bu o'sha aytib o'tdim, bitta tadbirkorlik subyektini ustidan takror murojaat tushadigan bo'lsa, uni asosiy bittasi o'rganiladi va qolganlari demak rad etiladi. Ko'rib chiqilmaydi.